Va, akalar bu reklama bu, o'tkazib yubormanglar oxirigacha ko'ringlar. Bu osh qayerdaligini aytaman. Birinchi yeb ko'ramiz, mazasi yaxshi bo'lsa, lokatsiyasini aytib o'tib ketamiz. Jigarli oshni qaranglar, qanaqa suzib qo'yganlar. Va, qaranglar bu paylani qaranglar, qarang. Katta yegandan keyin sunnatni olib borib quvvat beradigan dori so'ramaysiz. Mana shuni o'zi sizga quvvat. Osh o'zini bilaylik. Nice. Osh haqiqatdan zo'r. Desanglar katta qo'rg'onliklar biladi, payzaki osh qilaysizlar. O'sha osh bilan birga bir. Jigarli osh haqiqatdan zo'r. Davron, rahmat. Chotki bo'pti. Dastavkasi ham bor ekan, lokatsiyasini tushuntirib o'taman. Qaranglar, Istiqlol to'yxonasidan o'tganlaringizda mana qizil zapravka chiqadi, chap qo'ladi. Mana shu zapravkani to'g'risiga poskaga yetmasdan asl pay osh kilovrasizlar. Narxi ham shikolat ekan. Ovqat ham shikolat ekan, zo'r ekan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Pastda telefon raqam, profilini qoldiraman.